agar siz etajini qilgan bo'lsangiz, ikkinchi etajiga to'sin tashlab qo'ygan bo'lsangiz, nima qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Pastda telefon nomerlarimiz bor. Beton. Ham o'rniga ham zo'r chiqadi. Qani keting. Mana akalarim ishtoboy, men sizlarga aytdim-ku, nima qilishni bilmasalar, men sizlarga o'rgatib qo'yaman dedim. To'sin tepasiga vassani qalin qilib, vassan chuquri qoqilib, izlatma materiallarni olamiz. Mana endi ko'ringlar jarayon. Va endi filtr deb qo'yasiz, filtr. Qo'l qoqmasangiz, hech nima qilmas. Bu tepasidan qolagan narsangizni qilib olaverasiz. Keyin o'ziga moslab. Hammalaringga nima aytamanki, uyni poli ham hozir olib tashlashib, mashina qilib o'tishgan. Nimaga qishda issiq, yozda salqin bo'lar ekan. Chirilmaydi. Necha puldan kvadrat? Kvadratimi? Kvadrat pastga yozib qo'yishim ham mumkin, aytishim ham mumkin. Nima deysiz? Aytib qo'yavering. 60 mingga 70 mingga cho'rar ekan. Balandlik chuqurligini ko'rsatib qo'ying. Ha? Ko'rsatib qo'ying. Biz endi klientlarimiz o'ylanib qolishi mumkin-da, mana kalsiyotni kiyib olgan. Kalsiyotni kiyib olgan, ushlab turamiz mana. Anqariy, mo'qari. Botib ketyapti yarimiga. Ko'ringlar. Filta deysiz, filta. Bitta gugurt bilan isitib o'rgan uy.